Mana hozir sizlarga varenье qilishni o'rgataman. Mana qulupnayni birinchi sovolamiz. Mana. Keyin shakar solamiz. 1 kilogramm. Keyin esa nima qilish kerak edi? Xo'p, buni qaynatish kerak. Hozir sizlarga o'rgataman. Buni eritish kerak, keyin suv solamiz. Mana. Men Xolidani navarasiman. Blogermisiz? Mana o'zi eryapti, qaranglar. Mana endi bunga suv solamiz. Qaranglar, erishini buni. Voy, men berib ketdi. Mana endi bu shakar yetdimi ekan, ozgina qolyapti. Mana shakarlar ham o'zi eribdi. Bu necha minutdan keyin bo'lar ekan endi? Mana o'zi erib qoldi, go'zalar. Hello. Okay. O'zim qilyapman. Men bilaman-da, uyda qilib beruvdim. Oyim anaqa kasal bo'lib qolganlar. Xoldoy varenье yeb ko'ring, men buni. Samir bolam. Men pishirdim. Voy, qachon pishirding bolam? Siz Men qilayotganimda qildingmi? Qildim. Qani? Voy, bu mana qaranglar, men navaram kelgan. Qulupnay varenье pishiribdi Xoldoyisiga. Bismillahirrohmanirrohim. Siz shunaqalarni bilasizmi, dadam? Rahmat bolajonim. Yana kelganingda yana pishirib berasan, xo'pmi? Boshqachalardan yana.